Hürmetli vatandaşım, bugün geldik şeyimizni başlayımız. Washington'dan sözleyimiz. Sıdığacı Rozi, Leksiyede Sıdığacı Rozi. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Obama, Kuba'nın ötmüşten çıkıp ketadigan vaqt geldi. Mavzulu haber 3. ayının 23. günü Amerika Ovazı'nın Xitay tili programması ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Obama, Kuba'nın payitahtı Havana'da bevosita Kuba halkıga chaqiriq qilib, hozir Amerika bilan Kuba o'rtasidagi so'g'oq munosabatlar ixtilofidan olqib chiqib, ikki davlat o'rtaq manfaat oladigan kelgusiga yuzlanadigan vaqt keldi deb ko'rsatdi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Mening bu yerga kelganligim Kuba xalqiga do'stlik qo'limni uzatganligimdir. Prezident Obama haftaning 2. kuni Kubadan ayrilishdan 2 soat burun televiziya nutqi so'zlab, hozir o'tmishdan yiroqlashadigan vaqt yetib keldi. Bu ish oson ish emas. Oңussuzluqqa uchrashimiz mumkin. Yanala vaqt ketadi deb ko'rsatdi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Düşmanlashish o'rtasida bu xil o'zil-kesil o'zgarishning yuz berishi, avval shaxsiylar aro o'zaro tushunish, keng qursoq bo'lish va bir-birining so'zini anglashdan boshlanishi kerak. Prezident Obama Kuba'nın kelgusidan ümidim var. Çünkü Kuba xalqiga ishonaman deb ko'rsatganda zal ichida chavak sadaları ko'tarildi. Prezident Obama bevosita Raul Castroga qarab turib, "Sen Amerika tarafdan keladigan tahdiddan qo'rqmasliging kerak." Prezident Obama yana mundaq ko'rsatdi. Kuba hükümeti Kuba halkının sadasıdan ensirmesligi kerak. Halk özünün hükümetini tanqid qilalishi kerak. Kimning Kubaga rahbarlik qilishini tanlay olishi kerak deb ko'rsatdi. Xayr xo'sh, Jungo xalqining qadinas do'sti. Mavzulu xabar 3. ayının 22. günü Vanvi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Kuba qo'shni davlatlar. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari davlat boshlig'ining o'zining orqa o'ylisiga qaraydigan Kubani to'p-to'g'ri 88 yil o'tganda ziyorat qilishi o'tmishning uzoq zamonlarida Kuba'nın Amerika qarshi turadigan doisi Jungo xalqining qadinas do'stiga aylangan edi. Mushu payt mushu daqiqalarda o'zini dushman deb qarab kelgan amerikaliklarni Kuba davlat boshliqlari qizg'in quchoqlamoqda. Bu ish Jungo xalqining qadinas do'stidan birisining azayganligidan derak beramda qandaq. Kuba sotsializm lageridan ayrilib, kapitalizm lageriga kiradiganligidan derak beramda qandaq. Amerikani o'ch ko'rish Kuba inqilobidan keyin faqat Kubada rahbarlik qatlamining ishi edi. Amaliyotda butun Kuba xalqi izchil holda Amerikaga qochib degadak Amerika tushini amalga oshirishni arzu qiladi. Prezident Obama Kubani ziyorat qilishning harpisida Amerika Moliya ministri, Boy Savdo ministrligi, Moliya ministrligi, Savdo ministrligi 3. ayının 15. günü yaqingacha davomlashgan iqtisodiy jihatda Kubani qamal qilish siyosatini qo'yib yetadiganligini jakarladi. Amerika bilan 50 yil qarshilashgan Kuba endilikda islohot yo'liga qadam qo'yadigan bo'ldi. Islohot etishning dastlabki
qadamida təmin etadigan Kuba xalqi hergizmi kembeğallik, bekinmeçilik devrige qaytmaydı əmdə. Kuba bilen Amerika Qoşmuş Ştatları o'ttirsidagi 88 yıllık tarixqa xatimi berildi. Kuba Cungo dostluq çemberikidən çıxıb ketdi. Cungoliklar Zeycenba Kuba depla qarab qaldı xalas.